Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Əsrlərdən biri xarlıq və səlsallıqda ayət keçirib gələn Yahudilərin Pələstin zəminində zoravallıq bilən dövlət qurub alğanlığı onların əzizlikə çıxqanlığından demək verməydi. Əksicə, bu əhval onların qorxuncunu və ənsizlikini aşırmaqda. Amma biz müsəlmanlar hazır küçsüz və aciz bir həyat keçiriyoruz. Dinimizdən əsliga qaytıb, bu dinni bütün həyat sahələrimizdə xuddi əsri saadətdiki, yani Peygamber aleyhisselamның dövrdəki müsəlmanlardək tətbiqlab yaşamağıca bizə nicatlık yoktur. İnnallaha la yugayyiru ma bi qavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Yani her qandaq bir qavm özünü özgərtməgəcə Allah onların əhvalını özgərtməydi degan ayet bizni agahlandırmaqda. Mühim nöqtələri. Birinci, Allah Taala ata qılğan nimetlərə şükür qilish farzdır. Nimetke tuzkurluk qilish ağır günahdır. İkinci, haqiqiy şükür Allah Taala'nın buyurganlarını orunlaş, məni qılğanlarından yeniş ve Allah Taala'nın bəndələrə yaxşılıq qilish bilan boludu. Üçüncü, əxlaqның naçarlığı imanның acizliqidən, əxlaqның isilliyi imanның kamilliqidən derik beridi. Dördüncü, nahaq adam öldürüşdək çoğ günahların cezası dozaxdır. Məngülük nicatlık haqiqiy imandadır. İnnellezine amenu vellezine hadu vennasara vessabiina men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan felehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Tercümesi 62. ayet. Şeksiz ki bu ümmet içindeki müminlerge ve Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler fəriştilər bilen yıldızlarga çoxunluqçularını görsüdü. Sabiler arasıdan Allah'a ahiret günüge iman keltirip yaxşı əməllərini qılğanlarga Rabbinin dərgahida mükafat verildi. Ularga hiç qandaq qorqunç ve gam qaygı bolmaydı. Tefsiri Allah Taala aldınqı ayetlerde ilgirki Yahudilarning jinoiy qilmishlari ve ichinishlik oqibatlarini bayon qilgandan keyin Peygamber aleyhisselamның zamandoshlari bo'lgan Yahudilarning ibrat elish uchun hamma millatga o'rtaq bo'lgan umumiy qonunni mundaq bayon qiladi. Mayli Yahudilardan bo'lsin yoki Hristiyanlardan va yoki yulduzlarga cho'qingichlardan bo'lsin, mayli qaysi urug'dan va qaysi millatdan bo'lsin, burun qanday dinga e'tiqod qilgan bo'lsa, Allah Taalaning oxirgi zaman payg'ambari Hazreti Muhammad aleyhisselamga iymon etib, onunğa nazil bo'lgan islom dinini qabul qilib, Allah Taalaning birligiga, qiyomat kunining cho'qin bo'lganligiga chin dilidan ishinib iymon etgan va shu iymonini ifodalagan holda dinda buyurilgan farz, vojib qatorliq amallarni ado qilgan odam Allah Taalaning dargohida katta mukofotga erishadi. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi. Balki bu dunyoda qilgan yaxshi amallardan mamnun bo'lgan holda jannatlarda manggulik baxtli hayotga erishadi. Qul lillazina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Ya'ni ey payg'ambar, kufrida cho'ng turg'olganlarga aytganki, agar ular kofirlikdan yansa, ularning o'tganki gunohlari kechirim qilindi. Bu oyat islom dinidagi barobarlikka eng asl misoldir.
Muhim nuqtalari. Nasabning yoki millatning hech bir qimmati yo'qdir. Haqiqiy qimmat iymondadir. Qaysi millatdan, qanday nasabdan bo'lsin, Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etgan kishilar mangulik nijotlikka erishguchilardir. Ikkinchi, birovning og'zaki iymon etib qo'yishi u kishining o'zini bu dunyoda musulmonlar qatoridan sinab yurishi uchun yetarli bo'lsa-mu, oxiratda asqatmaydi. Chunki oxiratda asqatadigan iymon chin yurakdan ishonib e'tiqod qilishdir. Shunga munofiqlar o'zlarini musulmon deb qo'yib, bu dunyoda musulmonlarcha muomalaga erishgan bilan oxiratda ularning boradigan joyi do'zaxning eng cho'nqur yeridir. Uchinchi, chin dildan iymon etib amallarini Alloh uchun xolis qilganlar dunyo va oxiratda qo'rqinishdan va g'am qayg'udan butunlay yiroq bo'lgan baxtli hayotga erishadi. Yahudilarning va'dasidan yenib olishi va la'natga uchrashi. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Tercümesi 63. ayet. Öz vaqtida biz sizlardan chin va'da olgan va to'rt tig'ini ustinglarga tiklab qo'yib, sizlarga Allohning azobidan saqlanishinglar uchun biz bergan kitobni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkomlarni esinglarda saqlanglar degan edik. Shuningdan keyin 64. oyat. Shuningdan keyin sizlar va'danglardan yenib oldinglar. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmeti bo'lmasaydi, cho'qim ziyon tortqushlardan bo'lardinglar. 65. oyat. Aranglardagi shanba kuni beliq tutmaslik to'g'risidagi cheklimidan chetnab ketguchilarni qandoq qilganligimizni sizlar obdan bilasizlar. Biz ularga har maymun bo'lib ketinglar degan edik. 66. oyat. Biz bu jazoni ularning zamondoshlari va keyingilar uchun ibrat, taqvodorlar uchun vaz nasihat qildik. Tafsiri. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning zamondoshlari bo'lgan yahudilarga xabar beridiki, ey Isroil avlodi, o'z vaqtida ajdodlaringlarni Tavratning ahkomlariga izchil amal qilishga amr qilgan bo'lsaqmi, ular buni qabul qilmagandan keyin biz ularni qo'rqitish uchun to'rt tig'ini ularning ustiga tiklab qo'yib turib, agar va'da bermasanglar bu tog'ni ustinglarga tashlaymiz deb ulardan Tavratga amal qilish to'g'riliq va'da olgan edik. Tavrat shu zamonlarga nisbatan ular uchun birdan-bir hidoyat kitobi edi. Uningda ko'plagan vaz nasihatlar bor edi. Ular Tavratga izchil amal qilganligi haqida chin va'da bergan bo'lsa-mu, uzun o'tmayla uningdan yuz o'rib oldi. Burun bergan va'dasiga bo'lsa xiloflik qildi. Shu vaqtda Alloh taolaning fazl marhamati ularni qo'g'dab qolmagan bo'lsaydi, ular albatta tixmi ichinishlik oqibatlarga mubtalo bo'lgan bo'ladi. Ey Isroil avlodi, sizlarga aniqki shanba kuni sizlarning maxsus ibodat qiladigan kuninglar bo'lganlikdan bu kunda beliq tutish ma'ni qilingan va xiloflik qiluvchilarning qattiq azob oqibatlariga qolganlik haqida oldin ogohlantirilgan bo'lsa-mu, ajdodlaringlardan ba'zilari buning xiloflik qildi. Alloh taolo ajdodlaringlarni sinash yuzidan cho'ng beliqlarni daryo qirg'oqlarga ko'rinib kelishga buyurganda, ular qirg'oqdagi cho'ng beliqlarni ko'rib, o'zlari ilingan va'daga xiloflik qilgan, hatto qiladigan ibodatlarini unutib ketgan edi. Alloh taolo ularning bu qilmishi g'azablanganlikdan ularga kunu qiradatan xosiin, ya'ni xorlangan holda maymun bo'lib ketinglar deyish bilan birga ularga qattiq azobni va xorliqni tushirish orqali ularning zamondoshlariga va keyingilarga ibrat qilgan edi. Ey yahudilar jamoasi, bu qissalardan eng avval sizlarning ibrat olishinglar zarurdir. Chunki bularning hammasi sizlarning ajdodlaringlarning qilmishlaridir. Muhim nuqtalari. Va'daga vafo qilish diniy va insoniy majburiyatdir. Ikkinchi, har bir musulmonning diniga to'liq amal qilish majburiyati bor. Uchinchi, Alloh taolo buyurgan ishlarni o'rindab, to'sqan ishlardan yiroq turish itoatchanlikning va haqiqiy taqvodorlikning ifodasidir. To'rtinchi,
Haramni halol o'rnida qo'llanish ig'ir gunohdir. Kala bo'g'izlash qissasi. Bismillahirrohmanirrohim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Tercümesi 67. ayet. Qatili nama'lum bir cinayet sadir bo'lgan bir vaqtda Musa o'z qavmiga Allah sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuryotidi degan edi. Ular sen bizni masxir qilyapsan dedi. Musa men boshqalarni masxir qilib nadonlardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman dedi. 68. ayet. Ular biz uchun Rabbingga iltijo qilgin. Rabbing bizga uning qanday kal ekanligini aniq deb bersin dedi. Musa Allah uni cho'qim qiyrim emas, yoshmi emas, o'tir yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar buyurilganini qilinglar dedi. 69. ayet. Ular biz uchun Rabbingga iltijo qilganki, bizga uning qanday rang ekanligini aytib bersin dedi. Musa aytdiki, Allah u kalining rangi qarg'uchilarni zo'qlantiradigan sap-seriq bo'lsin dedi. 70. ayet. Ular biz uchun Rabbingga iltijo qilganki, bizga uning qanday kal ekanligini aniq bayon qilsin. Biz qanday kal bo'g'izlaydiganligimizni bilolmay qoldik. Aniq bo'lgandan keyin Allah xolsa biz uni o'rindashning yo'lini cho'qim topamiz deyishdi. 71. ayet. Musa Allah uning yer haydashga, ziraat sug'urishga ko'ndirilmagan bejirim rangida alasi yo'q kala bo'lsin deydi dedi. Ular endi to'liq bayon qilding dedi. Ular kalini tepib kelib bo'g'izladi. Ular buni o'rnida olmag'ili tas qolgan edi. 72. ayet. O'z vaqtida sizlar bir kishini o'ldirib qo'yib, buni bir-biringlarga dengashgan edinglar. Halbuki sizlar yoshirganni Allah oshkorlig'idir. 73. ayet. Sizlarga Musa orqali dedikki, kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. U terilib qatilini aytib beradi. Allah o'liklarni shundoq tirildirdi. Sizlarni aqlini ishlasin deb qudratining alomatlarini sizlarga shundoq ko'rsatdi. Nazil bo'lish sababi. Mufassirlarning bayon qilishicha, Musa alayhissalomning davridagi Isroil avlodi ichida yashinib qolgan bir boy bo'lib, uning birli bolasi bo'lgan ekan. Balaning tag'isining bolalari bu boyning mirosiga ega bo'lish uchun balani o'zlari o'ltirib etib, ondan uning qisosini talab qilgan bo'lib olib, jidal chiqardi. Shu vaqtda Alloh taolo ularning bir kala bo'g'izlashga, ondan kalning bir parchasi bilan o'likni urishga buyurdi. Ular kalini bo'g'izlab, uning go'shti bilan o'likni urgandan keyin o'lik terilib o'zining qatillarini aytib berdi. Shuning bilan qatillar oshkorlandi. Bu vaqt kelgan boshqa rivoyatlarmi bor bo'lib, hammasi bu mazmunni cho'rdaydi. Mana bu Yahudilarning qadimdan hozirgacha davomlashtirib kelgan qatillik jinoyatining bir qismidir.
Tefsiri. Allah Taala bu oyatlar orqali Payg'ambar alayhissalomning zamondoshlari bo'lgan Yahudilar jamoasiga shunday xitob qiladi-ki, sizlar o'z vaqtida Musa alayhissalomning ajdodlaringlarga deganlarini eskelinglar. Musa alayhissalom ularga innalloha ya'murukum an tazbahu baqara, ya'ni Allah sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyuryapti deganda, ular darhol bu amrni bajo keltirmasdan kalaning qanday ekanligini, rangini va sifatlarini so'rash orqali bu ishni o'zlari uchun texmi qiyinlashtirib qo'ydi. Şunun bilan Allah Taala ularga talabni qattiq qo'ydi. Shunday qilib, oxiri ularga bo'g'izlamoqchi bo'lgan kalaning qanday kal ekanligi ro'shan bo'lgandan keyin ular kalni bo'g'izlashga bel bog'lab, uni izladi. Kalini onasiga vafodor bir yetim bolaning yenidan topdi. Kalini setib olish uchun uning bilan savdolashdi. Oxiri kalini uning terisi to'shqichilik oltinga setib oldi. Shunday qilib ular oxir kalini bo'g'izladi. Ammo ular Alloh taolaning bu amrini o'rinlay olmag'ili ta'sis qilgan edi. Chunki yetim bola kalini setib bermagan bo'lsa, ular bu amrni o'rinlay olmaydi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga zamondosh bo'lgan yahudiylarga yana shunday xitob qiladi-ki, sizlar ajdodlaringlarning begunoh bolani o'ldirib bo'lib, ondan jinoyatni boshqalarga ortish uchun jidal chiqarganligini va o'zlarining qotillik jinoyatini xuddi sizlar Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini va uning Tavratdagi sifatlarini yoshirgandek yoshirganligini unutib qolmanglar. Alloh taolo sizlarning yoshirganlaringlarni albatta oshkor qilguchidir. Allah Taala ilgirki Yahudilarga o'likni tirildirib berish orqali ularga va keyinkilarga Allah Taolaning qiyomat kunida insonlarni tirildirishining shunchalik oson ekanligini, Allah Taolaning oxiratdagi hisob, jannat, do'zax va boshqa haqiqatlar to'g'riliq e'tiqodlarining va Muhammad alayhissalomdan iborat oxirgi zamon payg'ambarining haqiqatligini ko'rsatib berib, ularni aqlini ishlatishga va haqiqatga qaytishga chaqirgan. Allah Taala yuqorqi qissa orqali Yahudilarning ikki cho'ng jinoyatini fosh qilgan. Ularning biri Yahudilarning Musa alayhissalomning kala bo'g'izlash masalasida masxir qilganligi, yana biri begunoh bolani o'ldirganligi va o'z qilmishlarini inkor qilganligi edi. Avvalgisi ularning barliq payg'ambarlarga qilib kelgan nachar muomalasi va razil tabiatning bir qismi bo'lsa, ikkinchisi ularning ta hozirgacha qilib kelgan qotillik jinoyatining bir qismidir. Bu qissada Yahudilarning haqiqatni o'zgartirishdan boshlab ba'zi razil qilmishlarining misollari qayd qilingan va payg'ambar alayhissalomga tasalli berilgan. Muhim nuqtalari. Birinchi, Yahudilarning o'z payg'ambariga qilgan qo'pol muomalasi ularning haqiqatan axloqsiz millat ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi, musulmon odamning qilmoqchi bo'lgan har qanday ish uchun Alloh xolisa deyish talab qilindi. Uchinchi, gunohli bo'lmasa diniy majburiyatlarning oson va yengil bo'lganini qilish yaxshidir. To'rtinchi, Qur'on Karimning Musa alayhissalom davridagi Yahudilarning qissalarini aynan bayon qilib berganligi uning Alloh taolaning so'zi ekanligining dalilidir. Beshinchi, Yahudilarning tarixi azaldan suiqasd va hiyla mikrlar bilan to'lgan qora tarixdir. Altinchi, Yahudilar azaldan eng tashyurak insonlardir. Yahudilarning tashyurakligi va imonsizligi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم
بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Tərcümesi 74-cü ayet. Şundan keyin sizlarning dilinglar qetib ketdi. O taşdek ya taşdimi bak qetib ketdi. Halbuki taşlar arasida ichidan suv itilib chiqib, eriqlar hosil bo'lganlari bor. Yerilib arasdan suv chiqarganlarmi bor. Allohdan qo'rqib, yuqoridan domlab tushirganlarmi bor. Allah qilmishinglardan g'afil emasdir. 75-ci ayet. Ey iman etganlar. Yahudilardan bir guruh odam Allohning kalomini anglab tushungandan keyin uni bilib turib o'zgartirib etgan tursa, yana ularning iymon etishini umid qilamsizlar? Ular mo'minlar bilan uchrashgan chaqda biz iymon etdik deydi. Bir-biri bilan yolg'iz qolgan chaqda bo'lsa, iymon etganlar Rabbinglarning dargohida bizga qarshi pakt qilib ko'rsatsin deb Allah sizlarga Tavratda bildirganlarni ularga so'zlab beryapsizlar. Buningga aqlinglarni ishlatmamsizlar deydi. 77-ci ayet. Yahudilar özlərinin yoshirin və aşkar işlərini Allah'ın bilib turduğanlığını uqmamdı. 78-ci ayet. Ularning ishida kitobni, ya'ni Tavratni bilmaydigan, faqat uydurmalar qilib quloq soladigan, xiyolga tayindigan savadsizlarmi bor. Tafsiri. Ey Yahudilar jamoasi, sizlar tashdek qattiq dillarni yumshatadigan, intayin ta'sirlik va nasihatlarni anglagan va ajoyib mo'jizalarni ko'rgandan keyinmi, sizlarning dilinglar hech yumshamadi. Balki tiximi baq qetib, hatto tashdek va tashdan qattiq bo'lib ketdi. Odatda tashlarning orasida ichidan suv itilib chiqib, eriq va daryolar hosil bo'lganlari va yerilib orasidan suv chiqarganlarmi bor. Ammo sizlarning dilinglarga ne Alloh taolaning so'zi, ne uning mo'jizasi ta'sir qilmadi. Go'yo sizlarning dilinglar tashdek qattiq bo'lib qolgan, hatto qattiqlikda tashdimi baq qetib ketgan. Bu sababdan sizlar vaz nasihatni qabul qilmaysizlar. Qo'linglardan keldiganligi yomonliklarni va jinoyatlarni sodir qilishdan hech ikkilanmaysizlar. Ammo Alloh taolo sizlarning qilmishinglardan hargiz g'ofil emasdir. Oxiratda sizlarning qilmishinglarning jazosini albatta beradi. Alhamdulillah. Bunu tükettim.